هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Maide 15. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Maide suresi 15. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Ey ehli kitap, yani Yahudiler ve Nasaralar, sizler kitapta, İncil'da ve Tevrat'ta yoşurgan nurgun nesillerini bayan kılıp berdigan ve yoşurgan nesillerden nurgununu keçirdigan, aşkarlap sizlerini paş kılalmaydigan, aşkarlap sizlerini paş kılmaydigan Resulümüz geldi. Sizlerge Allah tarafından nur, yani Muhammed Aleyhisselam ve roşen kitap, yani Kur'an geldi. Allah şu kitap, yani Kur'an arkalık razılıkını, tilgenlerini, salametlik yolları, Allah'ın şeriti ve onun ahkamlarına yitekleydi. İradesi boyunca ulanı küfri karanlıktan imanın nuruna çıkardı ve ulanı doğru yola hidayet kıldı. Hakikatning peygamber ve Kur'an arkalık bayan kılınganlığı doğrusida. Hakikatning peygamber ve Kur'an arkalık bayan kılınganlığı doğrusida. Allah Teala Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ni Arap ve Arap'tan başka bütkül milletlerge hak din bilen ve hak bilen nahakni ayrıdığan ayetler bilen evetkenlikini bayan kılıp mındaq deydi. Ey ehli kitap, yani Yahudiler ve Nasaralar, sizler kitapta, İncil'da ve Tevrat'ta yoşurgan nurgun nesillerini bayan kılıp berdigan ve yoşurgan nesillerden nurgununu keçirdigan, aşkarlap sizlerini paş kılmaydigan Resulümüz geldi. Yani o sizlerge almaştırgan, burmalagan, Allah Teala böhtan çaplı algan haksızlıklarını ve cinayetlerini paş kılıp berdi. Sizler özgertken nurgun nesile hakkında bayan kılışının paydası bulmagaçka söz açmaydı. Hakim Mustedrek degen kitabıda İbn Abbas'ın mundaq degenlikini rivayet kıldı. Kimi ki paşivazni çalma kesek kılıp öldürüş hükmünü inkar kıldıken, o oylamagan yerden Kur'an'ı inkar kılgan, Kur'an'dan tanıgan buldu. Ey ehli kitap, yani Yahudiler ve Nasaralar, sizler kitapta, İncil'da ve Tevrat'ta yoşurgan nurgun nesillerini bayan kılıp berdigan, yoşurgan nesillerden nurgununu keçirdigan, aşkarlap sizlerini paş kılmaydigan Resulümüz geldi. Bu ayetteki yoşurgan işler katarında çalma kesek kılış hükmü vardır. Hakim mındaq deydi. Bu eser İmam Bukhari ve Müslim'nin hadis kabul kılış şartlarına toşudu. Allah Teala özünün peygamberlerine düşürgen Kur'an-ı Kerim toxtulup mındaq deydi. Sizlerge Allah tarafından nur, yani Muhammed Aleyhisselam ve roşen kitap, yani Kur'an geldi. Yani o Kur'an nicat yollarına başlaydı. Halaket yollarından kutkuzup dağdam yollarını körüstüp berdi. Endişe ve korkunçlıktan halas kılıdı. Ulanı özleri yaktırmaydıgan işlerden yirak kılıdı. Köngülleri söyünedigan
narsalarni tayyorlab berdi. Ularda ozg'unlikning asarlarini qoldirmaydi. Maryam o'g'li Masih, ya'ni Isa Allohdir degan kishilar, ya'ni nasoralarning bir firqasi haqiqatan kofir bo'ldi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, agar Alloh Maryam o'g'li Masihning onasini, ya'ni Maryamni va yer yuzidagi barliq kishilarni halok qilishni iroda qilsa, Allohning irodasidan biror narsani to'sishga kim qodir bo'la oladi? Osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi Allohga xosdir. Alloh xolig'ini xalq etadi. Alloh har narsaga qodirdir. Yahudilar va nasoralar biz Allohning o'g'illaridirmiz, ya'ni ota boladek yaqinmiz va biz Allohning dinida bo'lg'achqa do'stlaridirmiz dedi. Aytqinki, undaq bo'lsa Alloh nima uchun sizlarga gunohinglar tufaylidan azob qiladi? Balki sizlar boshqa kishilarga o'xshash Alloh yaratgan insonlar sizlar. Alloh xohlagan odamga mag'firat qiladi, xohlagan odamga azob qiladi. Osmonlarning, yer yuzining va ularning orasidagi narsalarning podshohligi Allohga xosdir. Eng oxir boradigan joy Allohning dargohidir. Xristianlarning shirik keltirishi va kufrlik qilishi to'g'risida. Alloh taolo xristianlarning Alloh taolaning bandisi bo'lgan Maryam o'g'li Isa alayhissalomni iloh deb olganligi uchun ularga kufrlik hukmini berdi. Allah Teala ularning bu böhtanlardan pakdir. Allah Teala yana o'zining har qanday narsaga qodir ekanligini, shundaqla hamma narsaning o'z ilkida ekanligini bayon qilib mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, agar Alloh Maryam o'g'li Masihning onasi, ya'ni Maryamni va yer yuzidagi barliq kishilarni halok qilishni iroda qilsa, Allohning irodasidan biror narsani to'sishga kim qodir bo'la oladi? Ya'ni navoda Alloh taolo Isa bilan onasi Maryamni va zimindagi barliq insonlarni halok qilib etishni xolasa, Alloh taoloni to'saydigan zoti kim bor? Yoki uni qandoq undaq qildirmaydigan birisi bormi? Barliq mavjudotlar uning mulki va maxluqotlaridir. Barliq mavjudotlar uning mulki va maxluqlaridir. U xohlagan narsani qila oladi. O'z qudrati, huquqi, adolati va ulug'ligi bilan qilgan ishidan so'ralmaydi. Mana bu xristianlarga berilgan raddiyadir. Ularga ta qiyomatgacha Alloh taolaning la'nati bo'lsin. Yahudi va xristianlarning biz Alloh taolaning o'g'illaridirmiz degan so'ziga berilgan raddiya to'g'risida. Yahudi va xristianlar yolg'on yovdaq so'zlab va bo'hton to'qib mundaq deb qildi. Mundaq da'vo qildi. Yahudilar va nasoralar biz Allohning o'g'illaridirmiz, ya'ni ota boladek yaqinmiz va biz Allohning dinida bo'lg'achqa do'stlardirmiz dedi. Ya'ni biz Alloh taolaning payg'ambarlariga mansub, payg'ambarlar bo'lsa Alloh taolaning o'g'illaridir. Alloh o'g'illariga ko'ngil bo'ladi, bizni yaxshi ko'rdi. Yahudi xristianlar o'zlarining kitoblaridan naql qilishicha Alloh bandasi Isroilga sen mening o'g'lim degan. Yahudilar bu so'zni boshqa ma'noga burmilab o'zgartib etgan. Yahudilarning musulmon bo'lgan bir qancha olimlari ularning bu so'zlariga raddiya berib mundaq deydi. Bu so'z bizning burunqi odatimizda izzatlash va hurmatlashda qo'llanildi. Bu xuddi xristianlar Isa alayhissalomdan naql qilib, mening otam va sizlarning otanglarning yeniga boraman
degan so'ziga o'xshash bo'lib, buning ma'nosi men mening Robbim va sizlarning Robbinglarning yeniga borman deganlik bo'ladi. Ma'lumki, gerçi ular İsa aleyhisselamni Allah Teala'nın balası davalısımı, lekin özlerini Allah Teala'nın balları deb turib olmagan. Lekin ayetdeki özlerini Allah Teala'nın oğulları devalgan sözden özlerini Allah Teala'nın nezirde hürmetlik ve etibarlık demekçidir. Şuna ula biz Allah Teala'nın oğulları ve dostları degen. Allah Teala ulağa reddiye berip mundaq deydi. Aytqin ki undaq bolsa Allah nim üçün sizlarga günahinglar tüpeylidən azap qılıdı? Yani sizlar dava qılğaninglardek Allah Teala'nın oğulları ve dostları bolğan bolsanglar, nim üçün küfürlük qılğanlıqыңlar, yalğançılıqыңlar ve böhtan çaplığanlıqыңlar üçün sizlarga cehennemnin otunu tayyorlab qo'ydi. Belki sizlar başka kişilerge o'xshash Allah yaratgan insansizlar. Yani sizlar başka Adem ballarga o'xshash tursizlar. Allah barliq bandalarga o'xshash hukm qilguchidir. Allah xolagan Ademge mag'firat qiladi, xolagan Ademge azap qiladi. Yani Allah xolaganini qilguchidir. Xolagan kishini kechirib etadi, xolagan kishini azaplaydi. Hükmüge hiç kişi karşı duralmaydı. Allah tez hesap algıcıdır. İnsanlar, asmanlarının, yeryüzünün ve ulanın arasındaki nesillerin padişahlığı Allah'a kastır. En ahir barıdığan cay Allah'ın dergahıdır. Yani barlıq nesile onun mülki ve onun ilkididir. Ahir kaytıdığan cay onun dergahıdır. Allah Teala bendilerge özü xalagancha hüküm qiladigan ve zulüm qilmaydigan adil zatdır. Ey ehli kitap, yani Yahudiler ve Nasaralar, bizge savab bilen hoş xabar berguchi, azapdan agahlandırguchi kelmedi demaslikinglar uchun payg'ambarlar üzülüp qalgan bir zamanda sizlarga şeriatni ve onun ahkamlarini bayon qilib beradigan rasulimiz keldi. Hakikaten sizlarga hoş xabar berguchi ve agahlandırguchi, yani Muhammed aleyhisselam keldi. Hem de sizlarga özrü qalmadı. Allah her narsega qodirdir. Bu ayette Allah Teala Yahudi ve Hristiyanlarga onundan keyin hiç bir payg'ambar kelmaydigan oxirgi payg'ambar Muhammed aleyhisselamni avatganligini bayon qilgan. Shunga Meryem oğlu İsa aleyhisselam bilen Muhammed aleyhisselamның aralig'ida payg'ambar üzülüp qalgan bir zaman bo'ldi. Bu zamanның muddati haqida o'xshashmagan qarashlar maydonga keldi. Ebu Osman Nahdi ve Katade bir rivayetinde o zaman 600 yıl dedi. Bu sözünü İmam Bukhari Salman Farisi'den rivayet kılgan. Katade'nin yeni bir rivayetinde 560 yıl degen. Ma'mar özünün bazı ustazlarından rivayet kılışça 540 yıl degen. Bazılar yana 620 yıl mı deyişken. Lekin 600 yıl degen söz bilen 620 yıl degen sözünün oturusida zıtlık yok. Çünkü birinci sözünü degenler 600 miladiye yılını hesap kılgan. İkinci hicriye yılını hesap kılgan. İkincisi hicra yılını hesap kılgan. Her 100 yıl miladi yılı bilen kameriye yılının oturuda 3 yıl etrafında fark var. Şuna Allah Teala Ashabul Kahf kıssıda mundaq deydi. Ula öz g'arida 309 yıl turdi. Yani 309 yıl hicriye yıl hesabida ilingan bulup, miladiye yılı boyunca hesaplaganda ahli kitapqa ma'lum bolgan 300 yıl toluq bolgan buldu.
Ayetdiki bu zaman Meryem oğlu İsa aleyhisselam bilan oxirgi payg'ambar Muhammad aleyhisselam o'tirisidagi muddat edi. Bu muddat hech qanday bir payg'ambar kelib boqmagan. Bu muddatda hech qanday bir payg'ambar kelib boqmagan. Bu haqda İmam Buxoriy Abu Hurayradan payg'ambar aleyhisselamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Meryem o'g'liga eng yaqin bo'lgan kishi albatta mendirman. Men bilan uning o'tirida hech bir payg'ambar bo'lmagan. Mana bu İsa aleyhisselamdan keyin Xolid ibn Sinan atliq bir payg'ambar avatilgan. Degandek qarashlarni o'tirg'i chiqargan Quzoi va boshqalarga berilgan raddiyadir. Bu yerda maqsad qilingan shuki, Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhisalomni dilla o'zgarib, izlari o'chib butlarga, o'tlarga va kiristlarga ibodat qilish avj ilib ketgan burunqi payg'ambarlarning avatilginiga uzun bir muddat bo'lgan bir paytda avatgandir. Shunga Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni avatish orqali insonlarga bergan ne'mati eng katta ne'mat bo'ldi va uningga bo'lgan ehtiyoj umumyuzlik bo'ldi. Chunki az bir qism Yahudi mollari Hristiyan va yulduzlarga cho'qinadigan rohiblar burunqi payg'ambarlardan qolgan dinlarning qoldiqlariga ergishadigan bir qism kishilardan boshqa barliq kishilar nodonlik ichida qolgan. Jamiyatda zulm va buzuqchilik yamrab ketgan bir paytda Muhammad alayhisalom avatilgan. İmam Ahmad Ayaz ibn Himar Mujashining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom bir kuni kishilarga xutba so'zlab mundaq dedi. Mening Rabbim bugun menga o'tgan sizlar bilmaydigan narsalarni sizlarga o'gitib qo'yishimni buyurdi. Rabbim mundaq dedi. Bandilarimga men ato qilgan har qanday mol haloldir. Men bandilarimning hammasini musulmon qilib yaratdim. Shayton kelib ularni dillaridan ozdirdi. Men ularga halol qilib bergan narsalarni ularga harom qilib cheklatkizib etdi. Ularni haqiqat ekanligiga men hech qanday pok tushirmagan narsani menga sherik qilishga buyurdi. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi. Rabbim mayli arab va boshqa millatlar bo'lsin, barliq zimin ahliga g'azablandi. Faqatla İsrail avlodidan bo'lgan bir qism kishilarga g'azablanmadi. Rabbim yana mundaq deydi. Men seni sınashqa va sen orqali bandilarimni sınashqa avatdim. Sen bilan su yuyitilmaydigan, unutilib ketmaydigan, yo'qotilmaydigan uyquda va uyg'oqlik holatda, ya'ni o'qish oson bo'lgan kitobni nozil qildim. Payg'ambar alayhisalom xutbasini davom qilib mundaq deydi. Rabbim meni Qurayshni ko'ydirib etishga buyurdi. Men ey Rabbim, undaqda ular beshimni non partisida qilib parchalab tashlaydi dedim. Rabbim menga seni yurtingdan chiqarib o'tgandek ularni chiqarib et. Ular bilan urush qil. Urushda biz sana yordam beramiz. Ularga qarshi turish uchun mol sarf qil. Biz sana sarf qilamiz. Sen bir qo'shin avatsang, biz sana 5 qo'shin qo'shib avatimiz. Sana bo'ysunganlar bilan birga sana bo'ysunmaganlarga qarshi urush qil.
Cennet ehli 3 xildir. Onun biri sadaqa berdigan, biz tarafdan nusrat ato qilingan adil huquq egisi. İkincisi, her qandaq musulmonga va urug' tuqqanlarga mehr shafqat qildigan odam. Üçüncüsü, baqadigan balları bor bo'lsa-mu, boshqalardan tilamay aksicha sadaqa beradigan kambag'al odam. Davzaq ahli 5 xildir. Onun biri yaxshi yomon ishlarni farqlandirmaydigan aqlsiz ojiz odam. İkincisi, ya mal talep qilmay, ya aile talep qilmay, sizlarning orqanglardan ergishib yuradigan odam. Üçüncüsü, qilchilik bo'lsa-mu, manfaat chiqadigan joyni bayqisa, fursat topsalar xiyonat qiladigan odam. Dördüncüsü, kecha kunduz seni bola chaqalaringda, mal mulkingda aldab qo'ymanlar deb turadigan odam. Beşincisi, bexil yoki yolg'onchi, ig'zi bezab, aqlsiz, pastkash odam. Bu hadisni keltirishdagi maqsad Payg'ambar alayhisalomning Alloh taolo arab va boshqa millatdan bo'lgan insonlarga qarab, ularga qattiq g'azablandi. Faqatla Isroil avlodidan qolgan bir qism kishilarga g'azablanmadi degan so'zni gavdalantirmoqchidir. Imom Muslim rivoyat qilgan rivoyatida Isroil avlodi demay, ahli kitobdan qolgan bir qism kishilar deb kelgan. Aslida zamindagi barliq insonlar o'z dinlarini bilolmay, toki Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhisalomni avatganga qadar qoymoq ichida yashab kelgan edi. Payg'ambar alayhisalom insonlarni hidoyat yo'liga boshlab, ularni qorong'ulikdan yorug'likka chiqarib, haq yo'l va pok shariat ustida qo'yib ketdi. Azobdan ogohlantiruvchi kelmadi demasliginlar uchun payg'ambar üzülüp qolgan bir zamanda sizlarga shariatni va uning ahkomlarini bayon qilib beradigan rasulimiz keldi. Haqiqatan sizlarga xo'sh xabar berguchi va ogohlantiruvchi, ya'ni Muhammad alayhisalom keldi. Endi sizlarga o'zri qolmadi. Ya'ni dinlarini burmalab o'zgartib etganlar. Bizga yaxshilikdan bishorat berib, yomonlikdan ogohlantiradigan bir payg'ambar kelmadi deb turolmasliginglar uchun sizlarga xo'sh bishoratchi, bu ogohlantiruvchi bo'lgan Muhammad alayhissalom keldi. Endi undaq deyolmaysizlar. Allah her narsaga qodirdir. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Jarir mundaq deydi. Ya'ni men Allah mana osiylik qilg'uchini jazolashga, itoat qilg'uchini mukofotlash qodirman deganlikdir. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Maida surasi tafsiridan 19-oyatgacha angladinglar. Oxirini keng qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.